Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz Abdushukur Muhammad tarafidan yozilgan Kurash o'lmaydi degan kitobni o'qishni boshladik. Bu kitob Kurash Gusan apandiga atab yozilgan aslima. Garchi Kurash apandi bizdan vaqtsiz ayrilgan bo'lsa-mu, uning kurash qilish ruhi va izini besib mangdigan kurashchilar mangu o'lmaydi. Bu kitob Taklimakon Uyg'ur nashriyati tarafidan nashr qilingan. Çolpan tug'ildi. 1959-yili 7-oyning 21-kuni tun kecha. Urumchi shahri g'arq sut uyquda edi. Yulduzlar jimirlagan, ko'k osmon shunchalik suzuk. Amdila husniga to'lgan to'lin oy shunchalik yorqin edi. Shaharning yoz kechisidagi bu sukunati odamga xotirjamlikdan ko'proq vahimalik tuyg'u beradi. Balkim bu shahardagi jahon g'avg'olaridan charchagan insonlar bu dunyoning g'amlaridan uyqu orqali qutulmoqchi bo'lgandi. Siyosiy bo'ron chapqun qaplagan bu shahar texi yaqindala cho'ng sakrab ilgirlashning zinida qalbi jarohatlangan insonlarni andila bag'riga bosgan edi. Hamma odam o'z uyida bir kecha bo'lsa-mu qinib uxlayolishni orzu qiladi. Biroq bu fursat Sultanjon va Tillaxonga nisib bo'lmadi. Tillaxonning angsiz ingrashlari qattiq uyqudagi Sultanjonni uyg'otib etdi. U uyqudan uyg'ondi-yu, ammo uyquning shirinligidan esiga kelolmay, birdan mangdab turib qoldi. Keyin ayoli Tillaxonning ingrawatganligini sezib, beribla chiroqni yondirdi. Tillaxon bir qo'lida to'mpaygan qursog'ini tutib, kat qirg'ida o'tirib ingrawatadi. Tillaxon eg'ir oyoq bo'lib, to'y qilg'ili 1 yildan oshgan bu bir jup yosh ayolning tunji farzandi bu dunyoga ko'z ochmoqchi edi. "Doktorxonaga opiraymi?" dedi Sultanjon ayoli Tillaxonga. "Mayli, to'lg'oq boshlanganda qiladi. Qo'rsqim qattiq to'lg'ab og'riyotdi", dedi Tillaxon ingrab turib. Sultanjon ayoli Tillaxonni yulab talaga ilib chiqdi. Tala ay yo'riqida sutdek aydın edi. Ular Urumchi Shamolbog'dagi avtonom rayonlik radio televiziya idorasining oyliklar qo'risida o'ltirdigan bo'lib, do'stlik doktorxonasiga berish uchun xeyli uzun yo'l yurishga to'g'ri keladi. Bu kechida qatnashma yo'q edi. Idoraning sho'pirini uyg'otish texmo afsiz edi. Sultanjon oxiri ayoli Tillaxonni velosipedning orqasiga o'tirg'izib elib mangdi. Biroq o'zi velosipedni minib mangsa, ayolning yiqilib ketishidan ansirab, velosipedni yetilab mangdi. Tillaxonning ingrashlari va velosiped pedalidan chiqqan ovoz amdi shahar jimjitligiga ozroq hayot bergandek edi. Ular China zavodi oldiga kelganda, yiroq bir yerlardan xo'rozning chiligan ovozi anglandi. "Bu xo'rozning qanchinchi chilishidu?" dedi Sultanjon o'z-o'ziga. "Ikkinchi", deb javob berdi Tillaxon erining so'zini anglab. "Undaqda tong etishga xeyli bor ekan, doktorlarni uyg'otqil bo'lsa bo'ladi-ya", dedi Sultanjon o'z-o'ziga o'dingshib. Ular oldirgancha yo'l uzun bilinib ketyotdi. Sultanjon velosipedning orqasiga odam mingashtirib, yetilab minishning naqadar qiyinligini endi his qilyotdi. U velosipedning tangponligini saqlab minishga tirishib, qora targa cho'milib ketgan edi. Uning ustiga yo'l yasalmaganligi uchun har qitim velosipedning chaqi yo'lning o'y cho'nqur yeriga tushganda Tillaxon texmo qattiq ingraydi. Bu ahvol Sultanjonni texmo tamtirtib qo'yotdi. Ular No'g'ay masjididan o'tgandan keyin yo'l do'nglishiga qarab mangdi. "Yilimi yoz bo'lib qopti. Agar qish vaqti bo'lib qolgan bo'lsa, qanday qilar edim? Yo'lning ham do'ng, ham askiligida ko'rgiligimni ko'rash ekanman", deb o'yladi Sultanjon ichida. Ular doktorxonaga kelganda, yilimi yaxshi tug'ut doktori amdila bir tug'utni oxirlashtirib, bekor bo'lib turgan ekan. Tillaxon shu zamonlar tug'ut bo'limiga akirib ketildi. Sultanjon kutish zalida qoldi. U ayolni doktorlarning qo'liga topshirib, xeyli xotirjam bo'lib qolgan edi. Ichida bu dunyoga ko'z ochadigan farzandining sog' salomat tug'ilishini,
ayolning tug'utdan sog' salomat chiqishini Xudodan tiladi. Aradan qanchalik vaqt o'tganligi esida yo'q. Bir chaqda bir sestra chiqib, "Ayolingiz salomat bo'shandi, muborak bo'lsin. Bir o'g'illik bo'ldingiz. Balimi, onasimi yaxshi" deb xabar yetkazdi. Biroq hozircha tug'ut bo'limida qoladi. Ilib chiqilganda sizga xabar qilamiz, dedi qo'shimcha qilib. Shundala Sultanjonning ko'ngli joyiga tushdi. U jiddiylashgan kayfiyatini besib, birdam sagidash uchun sirtqa chiqdi. Tala bir oz salqin edi, ammo Sultanjon rohat his qildi. Oy yanala yo'ruq edi. Oy nuri hamma narsani aniq ko'rsatib turardi. Balki tong etishqimi oz qolgandi. U osmonga qaradi. Osmonda cho'lpon yulduzi odatdan tashqari chaqnab turardi. Cho'lpon yulduzi baxt va xushallikning belgisi. U odatda boshqa yulduzlarga qaraganda ro'shan ham chiroyli bo'ladi. Balkim uning bugun bakla yorqin chaqnishi o'g'lim ega bo'ladigan baxtning bishoratidir. Uning beshiga baxt qushi qo'ng'ay deb duo qildi Sultanjon ichida. Tong otdi. Ufuq yuzi so'zlashga boshladi. Sultanjon doktorxonaga qaytib kirganda tug'utliq ayol Tillaxon bilan yangidan tug'ilgan o'g'li karvatda yotadi. Bu vaqtning budra chochlari, cho'lpondek yinib turgan ko'zlari, osmonga so'zilgan yumron qo'llari odamning mastligini keltiradi. Cho'lpon bilan tug'ilgan bu o'g'il keyingi vaqtlarda cho'lponga aylanadiganligini kim o'ylagan deysiz? Aradan 7 kun o'tganda Sultanjon o'g'lining ot qo'yish marosimini qildi. Ot qo'yish marosimi garchi ayni chaqning sharoiti bo'yicha nihoyatda oddiy bo'lsa-mu, lekin qizg'in bo'ldi. Ot qo'yish marosimida Abduz Shakir qatorliq avtonom rayonlik radio stansiyasiga yangidan kelgan bir turkum yosh naqshchi va san'atkorlar bor edi. Ular avtonom rayonining har qaysi joylaridan qabul qilingan bir turkum talantli yosh san'atkorlar bo'lib, radioning Uyg'urcha anglatish bo'limida san'at ishlari bilan shug'ullanadi. Sultanjon o'g'lini qo'liga elib, takbir aytib, kurash degan ismni to'g'lidi. O'ltirgan jamoat kichik kurashni qo'llariga elishib, bir-birlab muboraklashdi. Shunda qilib, bu dunyoga yangidan opirada bo'lgan bu kichik jonning ismi Kurash bo'ldi. Sultanjon bu ismni ayni chaqdagi siyosiy kurashlarning ta'siridan qo'ydimi yoki kurashning keyingi chaqlardagi kurashchan hayoti uchun qo'ydimi, o'zimi bilmaydi. Hozircha o'zining ismining kurash ekanligini va jamiyatda zulmga aylangan siyosiy kurashning do'lqinlarini bilmaydigan bu jon shundan boshlab o'zining kurashchan hayotiga qadam qo'ydi. Armanlarım emelge aşmay durup min yıl gecime anlay ademler men ölmedim